Xullas o'rtoqlar, ko'pchilik mana subsidiyaga ariza topshirdi. Mana javoblar sekin-sekin chiqishni boshlayapti. Videoga ozgina e'tibor berib qo'ysangiz, sizga subsidiya tasdiqlangandan keyin uy olishingizgacha bo'lgan qadamlar ketma-ketligini tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda sizga subsidiya tasdiqlangandan keyin o'zingiz yashaydigan hududdan, o'z atrofingizdan uy topasiz. Qurilish firmasiga borib turib, uy bo'yicha, narxlar bo'yicha shartnomani olasiz. Mana subsidiya bor deb aytsangiz ham bo'ladi, aytmasangiz ham bo'ladi, lekin ko'p hollarda subsidiya bor desangiz, pul o'rtacha 1 oyda tushishini hisobiga qurilish firmalari yo'q, biz subsidiyaga bermaymiz deb javob berishadi. Lekin siz bemalol shartnomani olib turib, uni bankka olib borasiz. Bankka olib borganingizdan keyin u shartnoma bilan birga o'zingizdagi subsidiya tasdiqlanganligi to'g'risida hujjatni ham ko'rsatasiz. Undan keyin sizni kredit ta'minotingiz, ya'ni rostdan ham kreditni olishga bo'lgan layoqatingizni bank tekshirib chiqadi. Sizga rostdan ham bu kreditni to'lashga imkoniyatingiz bor deb bank hisoblasa, sizga kredit ajratiladi. Hamda sizga ipoteka krediti tasdiqlangandan so'ng bank qurilish firmani shotiga barcha hisob-kitoblarni o'tkazib beradi. O'sha boshlang'ich to'lovni ham o'tkazib beradi, uyni sotib olishingizga ketadigan mablag'ni ham o'tkazib beradi. Undan keyin sizning ishingiz bank bilan davom etadi. Ya'ni o'sha grafik bo'yicha to'lovlarni bemalol to'lab yuraverasiz. Ushbu videoni subsidiyasi tasdiqlangan yaqiningizga yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Profilimizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mabodo o'sha paytda qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol yozsangiz, sizga to'liq o'zim javob beraman.